internet ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan Qashqadaryo o'g'loni Shahzod Boks bo'yicha ozgina intervyu berib o'tamiz. Biz ko'p hali blogerlar deymiz, bu negativchilar, sportni tushunmaydigan har xil insonlar PR qilib o'zicha yomon fikrlar bildirishmoqda. Qashqadaryoliklar butun O'zbekiston qatnashganamiz. Sport shunaqa narsa, mag'lubiyat bilan g'oliblik yonma-yon yuradi. Doim bo'lmaydi. Yiqilgan kurashga to'ymas bekorga yetib o'tmaydi. Shuning uchun biz qatnashganamiz, ishonamiz bundan keyingi g'alabalar uchun qo'llab-quvvatlaymiz. Men hozir to'ydan qaytguncha ko'rib qoldik videolarni. Nima bunaqa xalqmiz, bir yiqilgan odamni ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Men sport tushunmayman. Bolt akani to'g'ri kuzatib boraman. Men tushunmayman baribir. Aka, hech narsadan cho'chimang, hech narsadan uyalmang, qo'rqmang, hayotda yengilmang. Muhimi hayotda yiqilmasligingiz. Hayotda hech kimdan qo'rqmang. Do'st dushman birga yuradi doim. Oyog'ingizdan chaladiganlar bo'ladi. Qachondir yutsangiz, bugun sizga qarshi chiqqanlar qarshi aytadi. Unutmang shu narsani. Biz yoningizdamiz. Qashqadaryo o'g'lonisiz. Sizga yaxshi ko'ramiz. Biz sizdan yanada chiroyli g'alabalar kutib qolamiz.